Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, sizlar bilan men Lapar Nortoy bilan do'stlar, bugun sizlar bilan biz qanday qilib bugun sizlar bilan biz qanday qilib telefoningizni yangi holatga, ya'ni xotiralarni tozalashga o'rgataman do'stlar. Telefon qayerda narsa bo'ladi, mana yerda narsa bo'ladi yoki mana do'stlar, mana yerda parametrlar bor, parametrlar kiramiz do'stlar. Sizlarda nastroyka deb turgan ham bo'lishi mumkin, ruschasiga yoki o'zbekchasiga ham nastroyka deb turgan bo'lishi mumkin. Masalan, ilovalar bo'limiga kiramiz. Mana sizlarda menimcha yaxshi kelmayapti wifi. Hozir mana sizlarda hozir ko'rsatadi. Megabayt yozib qo'yibdi. Eng ko'p megabaytlarni birinchi o'ringa chiqarib qo'yadi. Mana shunga kiramiz. Android qulayliklari. Masalan, shu ko'pincha shundan foydalanaman. Mana esa xotira bor. Ikkita xotira bor. Sizlar ikkitani yig'ib turgan bo'lsa, mana uni bosmanglar. Aslo. Mana uni bosinglar. Sizlar xohlasangiz kechda tozalaysizlar, mana yerda kechda xohlasangiz mana yerda ma'lumotlarni ham tuzib derazalar bo'ladi do'stlar. Video o'tkazing. Do'stlar, ikkinchi urinishimiz, do'stlar, ikkinchi ko'rinishi mana shu yerdan mana qurilma ta'mirlanishi deb qo'yibdi. Do'stlar, shu yerga bitta kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yerda mana 100% olib bo'lib turibdi. Sizlar mana yerga optimallashtirishni bosib, sizlarga keyin mana foizini chiqarib beradi. Hech foydali mana yerdan bajarilishini bosib chiqib ketsalaringizdan bo'ladi. Telefoningizda hamma kerakli narsalar uchib ketadi. Mana shu qulayroq deb o'ylayman do'stlar. Kimniki qotib ishlayotgan bo'lsa, hammaga shuni tavsiya beramiz do'stlar. Tavsiya beraman. Sizlarga hammaga xayr. Bugun sizlar bilan men Lapar Nortoy bo'ldi do'stlar. Do'stlar, bugun mana do'stlar, juma 10/10/21:32 da video 21:35 video qo'yiladi. Do'stlar, hammaga xayr.